Barchaga assalomu alaykum. Yakubjonov Uz kanalida sizlarni ko'rib turganim juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda Yamaha R6 hamda BMW modelimizni batafsil ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Meni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing, obuna bo'ling va kommentariyada Olg'a Shukurxon deb izoh qoldiring. Birinchi navbatda BMW modelimizdan boshlaymiz. Ya'ni bunda ko'pchilik to'liq obzorni so'rashganda, barcha detallarni alohida ko'rsatishga harakat qilaman. Bunda nimalar bor? Birinchi qismi yuragidan, motordan boshlaymiz. Vasat Sportdan original injektorlari, premium injektor qo'yilgan balansirovniy motor hisoblanadi. Ya'ni nisbatan bunda vibratsiya kam bo'ladi. Ya'ni yangi pokoleniya mototsikllar barchasida balansirovniy motor qo'yib ketilgan. Bu joyda yog'ni ko'rish uchun datchik bor alohida. Moyiz qanaqa darajada turganini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Yana qo'shimcha kuzovni saqlovchi qo'shimcha dugalar. Mana bu joyda buni bo'shatib, yana istagan dugangizni qo'shingiz bo'ladi va qo'shimcha led. Tashqi ko'rinishi BMW ni yangi qiyofasini birga bir qilingan. Oldi, orqa jidkisli tormoz sistemasida va ABS sistemasi qo'shilgan. Katta charxi bor. Balonlar o'lchamiga keladigan bo'lsak, 120 ga 70-17. O'zini zavodskiy balonda turibdi. Ya'ni 17 diskada. Soch tizimi radiator. Mana bu joyda radiator bor. Ya'ni uzoq masofaga haydaganingizda ham bu qizib ketishini oldini oladi. 2 silindrli bo'ladi, 400 kub. Silindrlarda mana bu metal sistemasi zond qo'yib ketilgan. Zond nima vazifasini bajarishini biladiganlar kommentariyada albatta fikringizni qoldiringlar. Bakovoylar katta bakovoy qo'yilgan, orqani bemalol yaxshi ko'rasizlar. Bemalol orqani ko'rsalang bo'ladi, qiynalmaydi. Alohida detallariga akroprint qilib ketilgan, karbonga o'xshash akroprint qilib ketilgan. Ikkitalik pultlari bor. Masofadan o'toldirsa ham bo'ladi. Hozir bu birinchi ko'rsatib turibdi. Ko'ramiz, birga o'tib ko'ramiz. Halastoy bo'ldi. Va mana bu ikkita chaqmog'i bor. Shuni bosalang. Voy. Mana bu pulchatib bosim bor. Mototsiklimiz o'ta oldi. Ovozlari yaxshi. Bemalol o'tsaring bo'ladi. Hozir buni pultni o'ta oldirdik. Endi yana o'chirish uchun pult so'rib qo'ysangiz ham o'chmaydi. Mana bu pultdan ochish tugmasi bo'ladi. Bossangiz bu o'chadi. Tablolariga keladigan bo'lsak, elektronik tablo. Bunda bu tizim orqali ulasangiz bo'ladi. Sizga kimdir qo'ng'iroq qilsa ko'rsa bo'ladi. Оборотлari, vaqt, sistema qizib ketishi agar o'ta gradusdan ko'rsangiz bo'ladi. Benzin datchik hamda masofa. Qo'shimcha funksiyalari bor. Tablolari bunda mana bu joydan boshqariladi. Bundan ko'rsangiz bo'ladi. Endi orqa qismiga keladigan bo'lsak, katta mayatnik qo'yilgan, juda ham baquvvat, ya'ni 500 talikka moslangan, teskari amortizator, ya'ni bu yumshoqlikni ta'minlayveradi. Hop, seplari yaxshi seplardan qo'yilgan. Balon replikalarda boshqa replikalarga nisbatan ancha katta balon qo'yib ketilgan. Bunga orqa baloni nisbatan shiroki bo'ladi. Ya'ni bu narigida 17 diska bo'ladigan bo'lsa, buni o'lchami orqasi 17 ga 180 bo'ladi. Ya'ni diska o'lchami bir xil, lekin shina ancha katta qo'yilgan. Bu joyda ichki sistemasi, ABS sistemasi buni ichida qo'yib ketilgan bo'ladi. Mana bu joyda ABS sistema bor. ABS miyasi shu joyda joylashgan bo'ladi. Ikki kishi bemalol harakatlansa bo'ladi. Ya'ni orqada bu joyda orqa passajir ketadi, oyoq qo'yish uchun joy. Bittasi haydovchi. Endi bu modelimiz nisbatan pasatkasi ozgina balandroq. 170 dan 175 dan balandroq bolalarga mos keladi. Baki 18 talik bo'ladi. 100 ga 5 tadan 7 tagacha pasport qiladi bosh sizga qarab. Xo'p, lampalarini ko'rsataman. Mana bu lampalar yonadi. Hozir bitta tugmasini bosib qo'yamiz. Avarinki va dangisini qo'shib yoqaman. Mana lampalari va avarinki bakovoyda ham bor. Orqa qismida ham mana bu joyda pavorotniklari yonadi. Menimcha barcha funksiyalar haqida gapirib o'tdim. Maksimal tezligi 160 bo'ladi. Agar injektorni qanaqadir moslab, undan ham balandroq tezlikka chiqarsa bo'ladi. No, bu motosiklimizga 160 tezlik yaxshi deb o'ylayman. Hozir men 0.5x olgan kichikroq ko'rinyapti, lekin buni ancha gabariti katta. Endi obzorimiz, ya'ni tanishtirib o'taman. Yamaha R6 eksklyuziv birinchilardan bo'lib, xudo xolasa olib keldik bu modellar. Juda ham chiroyli, tashqi mordalari Yamaha R1 ga nisbatan o'xshaydi, lekin R6 ni birga biri qilingan. Endi bunda nima yangilik bor? Bunda ham ABS sistema, yaxshi amortizator, jidkisli tormoz, katta charx qo'yilgan. Esingizda bo'lsa 500 talik mototsiklimizni charxidan bir xil qo'yilgan va qo'shimcha dugalar rama qismidan chiqqan va sovutish albatta radiator. Mana bu joyda qo'shimcha led lampalari bor. Bu joyda mana dizaynga bitib qo'yilgan lampasi bor. Hozir buni yoqib ko'ramiz. Va kaliti boshqa chiroyli chiqdi bu safar. Elektronik tablo har doimgidek. Hop, bu joydan faralarni yoqaman va avarinkasiga qo'shib yoqaman. Mana bu joyda tashqi ko'rinishi bakovoyda ham bor va mana bu joyda yana bor. Mana asosiy yoritgichlari mana shular. Qo'shimcha tumanliklar bor. Yo'lni bemalol kechqurun yoritadi, hech qanaqa qiynalmaysiz haydagani. Bu ham pultga o'tadi, ya'ni ikkita chaqmoqni 2 marta bosganingizda o't oladi. Xo'p, endi bu karbon emas, akroprint qilingan plastmassalarni
karbonoviy akrapent qilingan, juda ham boshqacha vid berilyapti. Даже mana bu bakiga ham qo'yilgan. Juda ham chiroyli vidi, to'g'risi o'zimga juda ham yoqdi. Ovozi ham juda ham baland. Motori bunday ham balansirovniy motor. BMW modelimiz bilan buni modelning motori bir xil deyarli, ot kuchi deyarli bir xil. Injektor yaxshi injektordan qo'yilgan. Bunda ham moy tizimini, ya'ni moy qancha borligini ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu ABS sistema tizimi, ABSning miyasi hisoblanadi, jiddiy to'g'rimiz. Bunga ham yaxshi mayatni qo'yib ketilgan, juda ham baquvvat. Seplarni ham baquvvat qo'yilgan, balon o'lchamlari ham nisbatan ancha katta qo'yib ketilgan. Xo'p, amortizatorning sistemasi bunda ham teskari amortizator qo'yilgan, yumshoqlikni ta'minlab beradi. Endi bitta ovozni eshitib ko'ramiz. Hammasi turibdi. Bu esinglarda bo'lsa 500 talikni mehrot sistemasi edi. Ovoz nisbatan BMWga nisbatan ozgina balandroq chiqadi. Hozir ozgina gaz berib ko'raman. Endi aholi yashash hududida bo'lgan bo'lsa qattiq gaz bera olmadim. Lekin ovozi juda ham baland. 1 kilometr, 1,5 2 kilometrdan bemalol sizni kelayotganingizni boshqa haydovchilar sezib turadi. Mana bu joyda yana qo'shimcha ozgina bitta beradigan farachalarni ham qo'yib ketilgan ekan. Ikki kishi bemalol harakatlansa bo'ladi bunda ham. Yana qo'shimcha buni rangli alyuminiydan qilingan oyoq qo'ygichlar va skorostining sistemasida ozgina o'zgarish bor. Nisbatan yengilroq bo'ladi. Buni o'zingizga moslab olishingiz ham mumkin. Mana bu joyda bolt orqali. Toriskop, bu motor sistemasi haqida gapiryapman. Toriskop injektor bunda ham 2 silindrli bo'ladi. Menimcha barcha ma'lumotlarni aytdim, tashqi ko'rinishlarni chiroyli qilib qo'yaman, montaj qilib ko'rasizlar. O'zimga juda ham yoqdi. Bu modelimizning narxi $2900. Bu modelimizning narxi $2790. Ancha narxlari ham chiroyli chiqdi. Xuddi shu modelimizni texnik ko'rsatkichlari barcha joyi bir xil. Ya'ni bu Yamaha R6 modelimizni faqat rangli blesklisi, ya'ni kimgadir karbon o'xshagan akraprent qilingan yoqsa, kimgadir bu blesklisi yoqadi. Shuning uchun vibr yo'nalishi, vibr qilib olib qo'yamiz. Barcha xarakteristikalar, tashqi ko'rinishlari, modellar hamma narsasi bir xil, faqat farqi shu akraprent qilinmaganida. Mana bu ham tashqi ko'rinishi juda ham chiroyli. Amortizator sistemasi ham ancha baquvvat amortizator sistemasidan qo'yilgan. Tablolari ham bir xil elektronik tablo hisoblanadi. Menimcha mototsikllar bo'yicha barcha ma'lumotlarni berdim. Agarda qaysidir sohasi to'xtab gapirib o'tib ketmagan bo'lsam, albatta kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Buni rasxodi 5 tadan 7 tagacha, ya'ni hammasi 400 talik, 5 tadan 7 taga rasxod qiladi. Bularda 15 talik bak, BMWda 18 talik bak bo'ladi. Qo'shimcha dugalari barcha deyarli bir xil hamma narsasi. Qaysidir qismida agar savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada izoh qoldiringlar. Ma'lumot berib, atmetga qilib ma'lumot berib o'tib ketaman. Meni kuzatishda davom etinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar, bir-birlaringizga, do'stlarga, yaqinlarga yuboringlar va bu menga motivatsiya bo'ladi. Va yana shunaqa kontentlarni ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Do'konimga manzilga keladigan bo'lsak, Qo'qon shahri Navoiy ko'chasida bu taraf Davlat xizmatlari agentligi, mana joy Davlat xizmatlari agentligi, Oltin vodiy mehmonxonasi bu. Shuni ro'parasida mana magazinimiz. Xudo xolasa yangiliklar qilyapmiz. Tez kunda zapcha, shunga o'xshash narsalar, barcha ehtiyot qismlarini olib kelamiz. Agar video sizlarga manfaatli bo'lib yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Xudo xolasa tez kunda yana yangi materiallarimiz chiqadi. Obuna bo'ling, like bosing, do'stlarga yuboring.